Kiyevda vaziyat og'ir, 500 ta ko'p qavatli uy isitishsiz qoldi. Kiyev shahri seshanba 13 yanvar holatiga ko'ra Rossiya tomonidan amalga oshirilgan bir qator hujumlar natijasida 5-kundirki qisman elektr va issiqliksiz qolmoqda. Ukraina energetika vazirligi Telegramda xabar berishicha, Rossiya qurolli kuchlari zarbalari va noqulay ob-havo tufayli energetika tizimidagi vaziyat murakkabligicha qolmoqda. Shunga ko'ra, elektr o'chirish jadvallarini vaqtincha bekor qilingan poytaxt va mamlakatning ayrim viloyatlarida esa favqulodda cheklovlar qo'llanilmoqda. Sovuqlar va o'q yog'dirishlarga qaramay energetiklar shikastlangan uskunalarni imkon boricha tezroq ta'mirlash va tizimni barqarorlashtirish uchun 24/7 rejimida ishlayapti, deyiladi Energetika vazirligi postida. Zarur avariyaviy tiklash ishlari yakunlangan zahoti ular 1 daqiqa ham to'xtamayapti. 12 yanvar kuni Ukraina poytaxtida elektr o'chishi asosan Dnipro daryosining chap sohilida kuzatilayotgani haqida xabar qilingan edi. Hozir esa vaziyat butun Kiyev bo'ylab yomonlashgan. Butun shahar favqulodda o'chirishlar rejimida. O'ng sohildagi ahvol chap sohil darajasigacha yomonlashdi, deb yozdi Facebook'da Yasna kompaniyasi bosh direktori